nima? Ha? Kim qolib ketdi? Qolib ketdi. Bayog'i u. Vay eski. Tojikbek Qirg'iz otishyotyapti. Vahshay kuchab ketdi. Qirg'izistondan organlarni jo'natingizlar tez. Granatalar bilan otishyapti уже. Qaysi yo'l men aytay? Ya boshqa yo'l yo'q o'zi. Men aytaymi? Слишком qattiq otishyapti. Son tagda tutsam qadimgidek tushyapti. Tashyapti granatani. Yo'q, ana. Granata bilan otyapti tojiklar. Qirg'izda bilan bir 20-30 ta soldat turadi. O'ldi уже nechtasi? Besh o'tiribsizlar be. Sıra beton taga jotam. Kel üstüme o'tib qo'y. Bu ko'sni qolib ketdi bechara. Men so'raydi. La bechara. Az aldadilar. Sekin rostdan. Ya bizliklar sezaslar turadilar döngde. Bizlikam ko'p. Bizliklar polni kelganlar albatta. Bizlikam ko'pqa biroq. Yeminle yo'lda atışyotyapti. Yo'lda trassadan jetdi. Yo'l talash bo'lyapti o'zi, yo'l talash bo'lyapti. Jamla bayağı kuchaytgan bu. Ya bu birak kuzi chechilib. Bütçe bitti уже. Jüktigin beri kunchilar ko'rgan. Hozir ko'ksayga qarasam o'tadilar. Turasizlar. Ko'ksay уже bitdi-da, bu yoq urush o'ynaydi, yo'q boshlandi. Ha, ana nimani tushganda ham javob. Gurjonni döngen ayaklarla mashina astı geçip. Cik taşlandı. Atış qattiq bo'ladi, tug'andar atış qattiq bo'ladi. Qirg'izning organlari armiyasini polni jo'natingizda Tojikiston bu yerda polni jahlim bildirdi-chi. Qirg'iz bechara soldatlar oz edi al yerda-chi. O'shuni prezidentlar tezroq chechib bersa, o'shul yerda qarapayim xalq qiynalmaydilar. Becharalar qancha uylarga granata bilan otadi mana yaxshi. Mana Qirg'iziston bunalar, polni Qirg'iziston yerlari mana. Bu yoq Tojikiston mana. Mana yaxshi polni otishyapti hozir. Qirg'izistonga polni granata tashyapti.